Yevropa davlatlariga viza qidiryapsizmi? Endi buni yo'li juda ham oson. Immigro jamoasi bilan oson viza olmoqchimisiz? Albatta bizga uchrang. Qulay, ishonchli, kafolatlik. Yevropani qaysi davlatiga borishni xohlasangiz, Immigroga murojaat qilasiz. Bizda xudo xolasa Germaniya, Ispaniya, Italiya, Fransiya, Latviya, Slovakiyalarga vizalar bor. Xudo xolasa chiqarib beramiz. Arzon, qulay, sifatlik. Bemalol Immigro jamoasiga murojaat qilishingiz mumkin. Demak, siz aka odamlarning 1 yillik mashaqqatini tez va samarali amalga oshirib berasiz. Xudo Bunga xohlasa. qancha muddat, nima hujjatlar, qanday hujjatlar ketadi aka? Bizga Zagran pasport, ID pasport, ikki pasport kerak xolos bizga. Immigro jamoasi faqat viza chiqaradimi shunda yoki-da ishga ham joylasizlarmi? Asosan bizda viza edi. Yo'q, bizni tanishimiz yo'q, ishimiz yo'q desa, dastavka bor, taksis bor. Bolalar ishlab yuribdi. Mana shu oltin ko'llik bolalar ham ishlab yuribdi, xudo xolasa. Bo'lmay qolgan yeriga ishga joylaymiz. Xudo xolasa yaqinda 10 ta davlat bilan shartnoma qilyapmiz. O'rtacha hisobda oylik qancha daromad topadi bir oyda? Bir oyda 2000 tepasida xudo xolasa. O'zimizdan mana borib kelib shu yerda ishladik, keldik mana. Endi mana shu yerda boshladik ishimizni, xudo xolasa. Manzillarimiz Andijon Oltinko'l dehqon bozori 2-qavatida. Bog'lanish uchun ekranda nomerlar qoldiramiz. Lokatsiya ham yo'qda aytib beramiz. Kelsanglar, batafsil tushuntiramiz, gaplashamiz. Xudo xolasa ishinglar bitib ketadi mana shu yerdan.